Bu biznesda sen mana bunaqa sotyapsan, sen bunaqasan, saniki sifatsiz deyishga hech kim haqqi yo'q. Datumda shaxsan siz 5 yildan keyin qanaqa brend deb ko'ryapsiz? Original upakovkadan ochganingizdan keyin o'shani o'zi sizga signal beradi-da. Bo'ldi, men original seyffonman deb bir xilda o'zi stoyka bo'lmasa ham nazarida yaxshi kelyapti deb biladi-da. Aytingchi, bizda juda ham ko'pmi yoki kammi bormi shunaqa magazinlar, do'konlar kirsangiz sizni charchaganingizni ko'rsa o'tirgan joyi bo'lmasa xuddi shunday harakat qilib polkadan televizorni olib o'tirg'iztirib o'tir deydigan. O'zi mijozga qayerdan keldi, nima, qanaqa qiziq emas. Nimaga desangiz, mijoz sepadi, o'zi komfortni yurish kerak-da. Assalomu alaykum Abdulaziz aka. Xush kelibsiz. Bugun bizga mehmon bo'lib kelganingizga rahmat. Bugun sizni shu asos solgan Datum parfyum, o'sha hammaga taniqli bo'lgan Datum parfyum brendi haqida bir gaplashib o'tamiz. Datum parfyum deganda bu o'zi nima? Siz bu brendda asos solib turganda nima ko'zlagansiz, qanaqa maqsadlar qo'ygansiz? Bilaman, bu do'stlikda qurilgan brend. Qanday rivojlanish ketyapti? Nimalarga erishdlaring va qanaqa rejalar belgiladilaring? Shu haqida bugun suhbatda gaplashib o'tsak. Va alaykum assalom. Taklif uchun katta rahmat. Xursandmiz. Xo'p, 2017-yildan boshlab mana yil oxirlab qoldi. Bizda birinchi filialni 2022-yildan ochgan bo'lsak, hozirgi kungacha 19 ta filial, ya'ni 5 ta shaharda, viloyatlarda. Hozir mana kecha kunduzda yil oxirida sanoqli kunlar qoldi. Yana 20-filialimiz ochyapmiz. Kengayganingiz sari savollar ham ko'payaverar ekan. Mana hozir onlayn ijtimoiy tarmoqlarda ham 95 mingtaga yaqin obunachilarimiz bor. Shu ulardan ham tushadigan savollar bor. Ya'ni savol deganda qanaqa atris bor, qancha turadi? Bu savollar emas, ya'ni qo'shimcha qayerdan olasizlar, o'zi qanaqa parfyum bu? Konkurentlardan nima farqi bor deganlarda. Konkurentlardan nima farqi bor o'zi? Nima olyapmiz o'zi degan savollar ko'p. Shu savollarga ko'chadan yoki boshqa birovdan eshitgandan ko'ra aniq ma'lumotni shu yerda mana podkastimizda javob berib ketmoqchimiz, ya'ni aniqlik kiritib, o'zi datum nima degani, o'zi datumni faoliyati nimadan iborat, datumni mijozlari kim, datum nima beradi. Hozir mana bizda ancha proyektlarimiz, ya'ni kelajakda hozir o'ylab qo'ygan rejalarimiz bor. O'sha rejalar nimalardan iborat, yana nima kutyapti, ya'ni mijozlarimizga bizdan. Shu mavzularda bir o'zimdan. To'g'ri aytasiz. Hozir atrof to'la parfyumeriya magazinlar bo'lib qoldi. Juda ham bozorda taklif juda ko'p. To'g'ri. Har biri men originalman, har biri meniki yevropeyskiy sifat, meniki eng zo'r atir deb turib sotadi. Bu ham narx diapazoniga qarasak, bu juda ham arzon, juda ham qimmat bor. Shular bilan shu sizlarning konkurentlaring hisoblanadi endi. Sizlarda o'sha raqobat qiladigan ular sizlarga raqobatchimi yoki datum qanaqa? Mana shu narsani ayting. Endi bilasizmi, bitta narsani aytib o'tish kerak. Ko'pchilik raqobat deganda raqobatdan qo'rqadi-da. Iqtisodiyotda raqobatsiz biznes, menimcha biznes deb o'ylamayman. Raqobat bo'lsa-ki, biznes rivojlanadi. To'g'ri. Kosmik ma'noda ham raqobatchi hisoblanadi bizga ular. Bizi ularga raqobatchi, bizga ular raqobatchi. Hozir mana har xil yo'nalishda sotadiganlar bor. Asosan upakovkasida, ya'ni original upakovkasida dillerlardan, misol uchun Dubaydan oladi, Yevropada, Fransiyadan oladi, Angliyadan oladi, olib kelib, ya'ni original brendini o'zi sotadigan do'konlar o'zi shu kungacha mavjud bo'lgan, hozir ham mavjud. Ularni aytib o'tsak bo'ladi. Misol uchun mana mushkambar sotadiganlar bor. Hozir yana har xil mana joyida atir tayyorlab sotamiz deyishadi. Unaqa yo'nalishlar bor. Bu biznesda sen mana bunaqa sotyapsan, sen bunaqasan, saniki sifatsiz deyishga hech kim haqqi yo'q.
ular ham o'zini yo'nalishini olyapti, sotyapti. O'zini mijozi, o'zini auditoriyasi bor. O'shanga bu bo'lgani sari rivojlanish bo'ladi, ya'ni hamma o'zini o'rnini topadi. Eng keraklisi shu menimcha halol, aldamasdan mijozlarga maksimal tushuntirib, emotsional sotsak, maqsadga muvofiq. Bizaniki nimada? Bizani Datum parfyum farqi nima deganda ko'p savol berishadi. O'zi misol originallik to'g'risida, originalmi, boshqami deganda, yo'q, hammani o'zini javob bor. Bizning javob qanaqaki, biz aniq ayta olamizki, biz to'g'ri zavod bilan ishlaymiz. Bundan oldingi chiqishlarimizda ham aytdik. Biz to'g'ridan-to'g'ri zavodga borganmiz. Biz takliflarimizni aytganmiz, ular takliflarini aytgan. O'sha zavodlar bilan ishlashni boshlagandan keyin yana mana Dubayda 1 yilda bir marta bo'lib o'tadigan festivallar bor. Ularda qatnashganmiz. Qatnashgandan keyin katta zavodlar qatnashadi. Bu qanday zavodlar mana? Xo'p, ular bilasizmi, mana biz o'sha zavodlar bilan asosiy katta endi rus tilida gapiradigan bo'lsa, igroklar bor edi, ya'ni katta, ya'ni brend parfyumerlarga parfyum yaratib beradigan korxonalar. Ya'ni masalan Louis Vuitton oladigan bo'lsak, u ham 2-3 ta zavoddan qildiradi. O'zini mini zavodlari ham bo'lishi kerak. Juda katta korxona. Hozirda o'sha rahbarlari ham bilsangiz, o'sha boylar qatorida birinchi, ikkinchi o'rinda turadi. Ular ham misol Shvetsariyani Firmenich degan zavodi bor. O'sha zavodda hozir parfyumer yoddan chiqdi, aytaman. O'sha Louis Vuitton asosiy, men hozir kecha kunduzi adashmasam 56 xil, 56 xil parfyumini shu bitta parfyumer qilgan. Ya'ni o'sha zavodga, u Shvetsariyada joylashgan. O'sha zavodga zakaz berishadi. Zakaz bergandan keyin parfyumini qanaqa tayyorlash kerak, nima o'sha texnik shartlarini aytadi. U texnik shartga asosan parfyum yaratadi. Uni o'ziga o'sha parfyumer, ya'ni Louis Vuittonni endi har xil yo'nalishi bor-ku, mana kiyim-kechak yo'nalishi bor, atir yo'nalishi bor, sumkasi, boshqasi. Bu yo'nalishdagi xodimlari o'zi o'shani sinovdan, testdan o'tkazib bo'ldi, zo'r degandan keyin bo'ldi, ular asosiy, ya'ni parfyum yaratadi. Parfyum yaraldi degani, parfyum upakovka bo'ldi, chiqdi degani emas. Parfyumni olgandan keyin, bo'ldi, yaralgandan keyin, bo'ldi, ular menimcha tonna chiqarishadi. Tayyor bo'lgandan keyin uni asosan Fransiyada, keyin menimcha Angliyada ham joylari bor. Uni ikkinchi korxona, ya'ni outsource korxona uni tayyorlab, qadoqlab beradigan korxonaga jo'natadi. Ya'ni ular tayyorlab, qadoqlab bergandan keyin o'sha dilerlarga chiqadi. Misol, katta O'rta Osiyo bor, Yevropa bor, hamma o'sha o'zining dilerlariga tarqatadi. U endi tarqatgandan keyin ular magazinga kelib tushadi. Mana keyin mana Dubaydagi magazinlarga, mana bizani davlatimizda, yurtimizda ham original upakovka flakonni oladiganlar ham to'g'ridan-to'g'ri zavod bilan ishlamaydi. Ikkinchi yoki uchinchi qo'ldan, ya'ni sotishga olib kelingan parfyumlarni olib, o'sha rastalarga qo'yib sotishadi. Mana biz ham xuddi shunaqa o'sha zavodlar bilan boramiz, gaplashamiz, faqat atirini o'zini olamiz. Hozir kecha kunduzda 390 bitta, 400 ga yaqin atirimiz bo'lsa, ichidan faqat 2 ta atir o'zimizning shaxsiy brendimizga, ya'ni Datumga tegishli atir. Qolgan hammasi mashhur brendlarni o'zligi ular tomonidan o'ylab topilgan tayyor parfyumlar. Endi ko'p savol chiqadi. Aytishingiz mumkin. O'xshaydimi, birga birmi? O'xshaydimi, birga birmi savol chiqadi. O'zi ko'pdan mana bunaqa bo'ladi. Birinchi partiya, ikkinchi partiyaga o'xshamasligi mumkin. Qo'shadigan o'sha ingredietlari bor, qo'shadigan o'sha dabavkalari bir xilda bo'lmay qolsa, uni analogini qo'shishadi. O'sha hisobiga qanaqadir jihati uni endi professional atir tushunadigan insonlar tushunmasa, ko'pchilik uncha bilmaydi. Bizda ham bir xilmi, originalmi, birga birmi biz aytamiz, yo'q do'stim, bu biz upakovkasidan quyib bermaymiz. Bizani, ya'ni Datum brendni shakllantirganmiz. Biz Datum brendida faoliyat ko'rsatamiz. Datumni o'zini parfyumlarini sotamiz. Ya'ni Datum, misol, to'g'ri Louis Vuittonni o'sha Imagination parfyumi
to'g'ri o'sha уже yaratib qo'yilgan Louis Vuitton'ni korxonasi tomonidan yaratilgan o'sha yaratilgan atirini o'zini olamiz va o'sha parfyumini faqat Eau de Parfum emas, o'zi bilasiz, 4 xil 5 xil klassifikatsiyasi bor. Misol Eau de Cologne, Eau de Toilette, Eau de Parfum, parfyum hozir ekstra parfyum har xil chiqarishyapti. Endi bu o'shani aytamizki, biz o'sha parfyum anaqasini konsentratsiyasini zavoddan zakaz qilamiz. O'sha ular o'zini formulasida beradi. Bo'ldi, o'sha narsani keyin O'zbekistonga olib kelib, o'sha jarayondan o'tkazib, o'sha xalqimizga taqdim etamiz. Shuni hozirgi aytganingizni qisqa qilib bir formulirovka qilsak. Datum parfyum brendi asosida sotiladigan iforlar bu o'sha taniqli dunyo miqyosida taniqli brendlar oladigan zavoddan olingan iforlar, faqat qadoqlanmagan. Bu o'zi bizni mijozlarniki nima qiziq? Mijozga masalan menga kelgandan keyin o'sha mijozni, ya'ni servis, ya'ni biz u mijozni kutib olib, mijozga nima kerakligini aniqlab 10 xil 20 xil atir bilan emas, eshitib aniqlab og'riqli nuqtasini topib berib yetkazib berishdi. O'zi mijozga qayerdan keldi, nima, qanaqa qiziq emas. Nimaga desangiz, mijoz sepadi, o'zi komfortni yurish kerak-da. Endi ko'pda hozir asosan yoshlarimiz bu menimcha bu ham sekin-sekin mana hozir rivojlanish tez bo'lyapti. Buni bilsa ham kerak, sekin-sekin bilib olsa ham kerak. Bir haftalab, 10 kunlab tursin deydi-ku. Endi nima desa bo'lar ekan? Bir haftalab, 10 kunlab o'sha atir hidi turmaydi. To'g'ri, qanaqadir kompozitsiyalari qolib ketishi mumkin. Turadi, kiyimda turadi. Baribir aytamiz, inson baribir cho'milasa inson, cho'milgandan keyin bo'ldi, xohlasang, xohlamasang ketadi o'qiydi. To'g'ri, kiyimingda turishi mumkin. Bir xil endi kiyimimda turibdi-ku, qanaqasiga men undan oldim deydi. To'g'ri, undan olgansan. Kiyim ham bir xil matolar, sintetikada uzoqroq turadi, paxtada kamroq turadi. Buni ham o'ziga yarasha anaqalari bor. O'shanga uzoq turdi, original ekan, men original emas ekan, shu uzoq turmadi. Yo'q, unda ham emas. Eng kerakli odam o'ziga yoqish kerak. O'ziga tushgan atir o'zi miyada signal beradi-da, kelib turadi. Mana men o'zim foydalansam, atir kech-kecha kelib turadi-da, atirim. O'zimizning brend atirdan foydalanaman. Maza qilib yuraman, komfortni yuraman. Keyin bitta o'sha original qadoqda sotuvchi korxona, magazin, do'konni bitta anaqasi ham aytuvdi. Haqiqatda juda to'g'ri gap gapirgan. Komfortni yuraman desang, hammadan ajralib turaman desang, bitta sepib, ikkita sepib ayapmas. Sep 10 ta, 20 ta sep. Ajralib turishing aniq. So'rashgandan ham kelib turadi. Ayniqsa faqat endi atirlarning turi bor. Bir xil og'ir atirlarni endi o'zi 2 marta, 3 marta sepsang o'zi yetadi-da. Bir xil yengil atirlarni sep, bilmayman, bir 20 marta sep, maza qilib yurasan, komfortni yurasan. Keyin atirni qancha turadi deb aytib bo'lmaydi-da. Yevropaga borsangiz ham, mana o'zingiz mislnasangiz bo'ladi. Qancha turadi siz aytmaydi. Menimcha turadi demaydi. Ya'ni zavodda deydi, misol 6 soatdan, misol uchun 2 soatdan 6 soatgacha, 4 soatdan 8 soatgacha turishi mumkin deydi. Endi u endi havoga, ob-havoga bog'liq deydi. Misol uchun inson o'ziga bog'liq, kojasiga, misol uchun sepishiga qancha sepadi u. O'shanga jihatlari, kriteriyalar ko'pda. O'shanga biz aytardikki, o'zing komfortni yurishing, u komfortni qanaqa yurmoqchisan, shunaqa holatda sep, maza qilib yurasan bo'ldi. Qancha turishi, qancha sepishi bizda qimmat emas, arzon bizda. O'sha original qadoqdan quydirib olganingdan ko'ra ancha arzon. O'shanga bemalol 5 ta, 6 ta sepib maza qilib yurish kerak, komfortni yurish kerak. O'shanga aytamanki, original degan so'zi, misol hozir marketing bo'lib ketdi. Marketing bo'lib ketdi. Odamlar o'ziga signal. Eng kerakli nima? Original deganda biz ko'pda men aytaman, savolga tutaman. Original deganda nimani tushunasiz o'zi? Sam original upakovkasi degan tushunasizmi deyman. Ko'pda yo'q deydi. Shu original Dubaydan, chet eldan keladiganlar deydi. Chet eldan kelayotgan ko'pi ham original emas. O'zi original deganda shu o'zini
bitta brend bo'lsa, brendni shu patentlangan mahsulotini o'zini, ya'ni brendiviy mahsulotini sotish shu original mahsulotida. Ya'ni hozir meni ham o'zim Datum parfyumni original mahsulotini sotaman deb o'ylab qarasada, ya'ni men Louis Vuitton'ni Louis Vuitton Imagination deb sotmayman. Datum Imagination deb sotaman. Odamlarga yengil bo'lsin deb o'zini nomini qoldirganmiz-da. Ana o'sha hiddan bemalol olib ketsin deb. Shu kungacha muammo bo'lmayapti, baribir tushuntirib beringlar, nima mijozlarimiz ko'p keladi-da. Mijozlarimiz ko'p keladi, bizani xodimlardan ko'p. Hozir juda kamayib qoldi. 2-3 marta chiqish qildik, boshqa qildik, tushuntirdik. O'sha yana ham tushuntiringlar deganda, o'sha original so'ziga menimcha yopishmaganligi ma'qul. Bitta gap bilan aytaman, biz original qatoqdan qo'yib bermaymiz. To'g'ridan-to'g'ri zavoddan olib kelamiz, o'zimiz brend ostida olib kelamiz. Sifatli parfyumeriya olib kelamiz. Bo'ldi, shu. Sifatimizga javob beramiz. Mana bu hozir yaxshi taqqoslash bo'ldi. Bu Louis Vuitton Imagination emas, bu Datum Imagination. To'g'ri. To'g'ri. Shuni ajratib olishsa bo'ldi. Eng kerakli inson o'zi komfortni yursa bo'ldi. Eng kerakli sifatli mahsulot olayotganligini bilsa bo'ldi. Endi ko'pchilik birga birligini ham hisobga oladi-da. Juda ko'p savollar beradi mijozlar ham. Mana o'zimga ham qiziq. Men kimdirdan ham o'sha kopiya deb sotishadi, kopiyasini qilsak, original bilan birligi qanaqa deymiz-da. O'xshaydimi, o'xshamaydimi? Mana shu haqida-chi nima deysiz? Xo'p, bilasizmi? Hali aytib o'tib ketdim. Originalni ham birinchi partiya, ikkinchi partiyaga o'xshash qiyin. Buni oddiy xalqimiz tushunish qiyin. Endi ko'p chetga chiqib, azaldan qimmat o'zini o'sha parfyumni sepib yurganlar, mana ularni ham bilish kamdan kamda. Nima aytsangiz, mana bizda ham zavod bilan gaplashganda 95%, 96%, 98% o'xshaydi deb beradi-da. Ya'ni o'sha hidni o'zi faqat 100% o'xshamaydi deydi. Men birinchi partiya o'zi ikkinchi partiyaga o'xshab chiqmaydi, o'shanga aniq bitta javob berish qiyin. 100% o'xshaydi, aniq o'zi deb. Baribir xillaganda farq qilib oladi inson. O'sha turish jihati. Eng kerakli insonlar o'sha hidda olsa, kerakli darajada turib bersa, menimcha bo'ldi. Arzon narxga misol o'xshamayapti-ku deyish ham mantiqiy savol emas-da. To'g'ri, bitta yana jihati bor. Original upakovkadan ochganingizdan keyin o'shani o'zi sizga signal beradi-da. Bo'ldi, men original sevmayman deb bir xilda o'zi stoyka bo'lmasa ham nazarida yaxshi kelyapti deb biladi-da. Qadoqdagi brendning nomi, shunaqa. Chiroyli qadog'i, albatta. Shu ham signal ancha. Albatta. O'shanga biz ham shu Datumni brendini maksimal harakat qilyapmiz, xalqimizga tanitishga. Bizani qo'llab-quvvatlashni qo'llaymiz, qo'llab-quvvatlashsin, taklif etsin, biz tayyormiz. Biz ustimizda ishlaymiz. Hozir jarayonda ancha o'ylab qo'ygan rejalarimiz bor, yaqinda taqdim etamiz. Maksimal ko'paymoqchimiz, ya'ni filiallarimiz yana soni ko'payadi, yana ham yaqinlashamiz. Alloh nasib qilsa, shu savollar bo'lsa. Endi Datum parfyum 17-yilda asos solib, 22-yilda kengayib, filiallarni kengaytirishni boshlagan bo'lsa, shu vaqtgacha Datum parfyumni brendni challengelaridan eng valigi bosib o'tgan mashaqqatlari, qiyinchiliklari va erishgan yutuqlarini hozir biz aytib o'tdingiz. Shaxsan siz ta'sischi sifatida, shu brendga asos solgan odam sifatida siz qanaqa challengelardan, qanaqa mashaqqatlardan o'tishga to'g'ri keldi? O'zingizga qanaqa yangiliklar ochdingiz, nima o'rgandingiz va qanaqa rejalar belgilab oldingiz? Xo'p, bilasizmi, o'zi bizani bunaqa ko'rinishda kirib kelishimiz yengillik bo'ldi. Ya'ni odamlardan shunaqa savollar ko'p keldi. Nima bir xil do'kon ochsangiz, bir kun ochilishda kiradi, keyin kirmaydi, ya'ni deb ketadi-ku. Bizda shunaqa yengillik qildikki, bunaqa ko'rinish, bunaqa segment yo'q hech kimda. Aniq ayta oling, O'rta Osiyoda ham yo'q edi ochganimizda, Yevropada ham yo'q edi. Buni ancha o'ylab, juda anaqa bilan ochganmiz edi, har jihatini o'ylab,
ko'rgan bo'lsangiz, detallar, misol butilkalar qanaqa turadi, qanaqa ko'rinishda quyib beriladi. Odamlar bitta kiryapti, nima ekan o'zi bu deb ham kiryapti-da. Ana o'sha jarayonni biz tushuntirib, emotsiya berib, klientlar maksimum ushlab qolishga harakat qildik-da. O'sha boshida aytganman, birinchi klientim yosh katta otaxon bo'lganlar. Barakali klient mijoz bo'lganlar, bilmayman. Ketma-ketiga filial ochishga majbur bo'lganmiz. Mijozlar o'shan 37 xil parfyum, 40 xilga yaqin parfyumlar ochgan bo'lsam, ketma-ket mana hozir har oy ham assortiment ko'paygan, turi ko'paygan parfyumlar, ham filiallar ko'paygan. O'zimizga shu asosan olganim shu mijozlardan, bilasizmi, mijozlarning emotsiyasi, mijozlarning nima deydi, hissiyoti qattiq ta'sir qilgan bizga. Ya'ni bitta narsa ochdingiz, zo'r qilibsizlar, baraka topinglar degan jihati. To'g'ri, hamma yo'nalishda negativ deyishadi, negativ bo'ladi, tushunmaydi, kimdir biznesda bo'ladi, kimdir yaxshi qaraydi shu biznesga, kimdir qaysidir parfyumeriya do'konlari negativ qarashi mumkin, yomon boshqa, ya'ni hamma ham mijozda, hamma ham konkurentni to'g'ri tushunmaydi. Shunaqa. Biz u narsaga navbat negativga yaxshi qaraymiz. Yaxshi, misol uchun yomon otziv yozsa shunaqa qilardikki, men oldin o'zim javob berardim. Shunaqa qilganmizki, oldin o'zim javob berardim. Mana shu SMM yozishga ham, ya'ni noto'g'ri yozib qo'ymasin deb. Bizning plyusimiz nimada bo'lgan? Qarang, hozir aytganingizga hozir esimga tushib qoldi. Ko'p ishlar bo'lib ketgan, hozir hammasini eslab, mana shu dastavka, ya'ni yetkazib berish. Ko'pda yetkazib dastavka qilaman, yetkazib beraman desangiz, bir kun, kamida bir kundan kam uzoq tez vaqtda yetkazib bera olmasdi. Biz nima qildik o'shanda? Davay, nima? Biz yarim soatda yetkazib beraylik deb Yandex bilan kelishuv qildik. Shu Yandexdan chiqarib beradigan bo'ldi. Odamlar aytardi, "Naqd to'layman" dedi. Bo'ldi, Yandexdan beraverasiz. Yandex yana sizga boradi, qimmat bo'lib ketadi-ku menga dedi. Yo'q, qimmat bo'lmaydi sizga. Siz qancha mahsulotdan bo'ldi. Bo'ldi. Qanaqadir summa qilib qo'ydik. Bo'ldi, mana shu summali mahsulot oladigan bo'lsangiz, sizga tekin dastavka. Ya'ni yetkazib berish tekin. Agar unga kichkina oladigan bo'lsa, bo'ldi, siz uni qayg'urmay, o'sha siz chiqqan dastavkaning kichik o'sha pulini bering, qaytib borishni pulini bermaymiz. Bizda kelishuvimiz bor. Shunaqa tez dastavka qilasizlarmi derdi odamlar. Shu keyin shu assortiment ko'paydi, filiallar ochdi, shu bilan bog'lanib yuraverdik. Hop, bilasizmi, keyin bitta narsani aytib o'tish kerak. Ko'pda mana shu atir sotadi, atirchilar bor. Bizning yana farqli jihatimiz shundaki, biz atir sotmaymiz. Shu biz ifor sotmaymiz. Ya'ni biz emotsiya sotamiz. Ya'ni biz xotira sotamiz. Ya'ni bu nima desa, misol kechagina ham endi ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rasiz. Qaysidir oyisi, ota-onasini sevgan atiri bo'ladi yoki qaysidir o'zini kumiri bo'ladi. Shu kumirni sevgan atiri bo'ladi. Anaqa jihati u narsani tushuntirib bilishadi. O'sha emotsiya sotamiz ko'pincha. O'sha mijozga kelganda tushuntirib bilishimiz kerak bu. Nima parfyum o'zi? Qanaqa tayyorlangan bu parfyum? Qaysi parfyumer tayyorlagan bu parfyumni? Bu parfyumni qachon sepish kerak? Qanaqa ko'rinishda sepish kerak? Foydalanish kerak. Hozir yana to'g'irlashlar ketyapti bizning korxonada. Ya'ni shu maksimalniy nima deydi? Maksimalniy servis, ya'ni servis ko'rsatib, kutib olib, eshitish kerak. Ya'ni og'riqli nuqtasini eshitib, shu kerakli shu emotsiya berish maqsadini asosan. Mana hozir bizda 300 dan oshiq, ya'ni 400 xilga yaqin parfyum bo'lsa, bu parfyumlar o'zidan o'zi kashf qilinmagan, qattandir olib qo'ymagan, hammasi mijozlarimizni talabidan kelib chiqqan. Endi bu parfyumlarni yetkaza bilish, ya'ni mijozlarga to'g'ri berish. To'g'ri berish ham uning uchun xodimlarni ya'ni shu professionalizmiga bog'lanadi. Shundoq yangi kelgan xodim shunda bilib taqdim qila olmaydi. Atir uning uchun har bir atir o'rganish kerak.
turini o'rganish kerak, uni ichiga kirish kerak, kim yaratgan, qanaqa parfyum bu o'zi, bu parfyum qanaqa beradi. Duch kelgan parfyumni kelgan mijozga berib bo'lmaydi-da, uni eshitish kerak birinchi. Endi uni eshitish uchun o'quv bo'lishi kerak. O'shanga har bir xodimni biz olganda alohida o'sha o'qituvchilarimiz bor. O'shanga jo'natib, o'qitib, keyin 2-3 ta filialga praktika qilib chiqaramiz. Ya'ni u yerdan ustozi bo'ladi, ustozga beramiz. Sekin davomiy o'sha o'zini muddatda o'rganib, sekin tushuntirishni o'rganib, keyin sotishni boshlashadi. Bu bugun keldi, ertaga sot. Yo'q. U mutaxassis yo'q. O'zbekistonda bu mutaxassis yo'q. Hozir yana bizda rejada katta rejalar bor. Ya'ni shu parfyumeriya sohasida shu burilish qilib, shu parfyumeriya ta'limini ham berish rejada bor. Yevropada, Fransiyada shu anaqada ko'pchilik Gras parfyumeriyani yuragi deyishadi. O'sha yerda 2-3 ta korxonalar bilan, mutaxassislar bilan gaplashib qo'yganmiz. Onlayn kurslar beradi. Endi nasib qilsa, mana hozir bahor oylariga chiqib qolsa, olib kelish rejalarimizda ham bor. Ya'ni keldi sotdi emas. O'rganadi, iforni nima berish kerak, bo'lmasam bir anaqaga mijozga atir tanlab berish juda qiyin-da. Ko'p konflikt, ko'p muammo nimadan chiqadi? Bitta atir aytadi, u boshqa atir berib yuboradi. Bo'ldi, mana atir oling. Misol bizda boshida bo'lganda, nima bo'lgan? Olganmiz, xodimlar bo'ldi, maksimal o'rgatgancha o'rgatganmiz, bunaqa qilasan. Bo'ldi. 10 ta atir olgan, faqat 10 ta atir sotaveradi bo'ldi. U bizda 400 xil atir bor. 400 xil atirda ichida shunaqa atirlar borki, hayratda qolasiz. U eshitish kerak-da. Endi o'shanga ko'pincha aytaman, san oldin eshitganda og'riqni bilgandan keyin unga dori ber. Dori nima bu? Bo'ldi, bu qayerdan chiqqan? Qaysi parfyumer o'ylab topgan? Qaysi notalar bor? Birinchi notasida nima kelyapti? Birinchi notasida mana bunaqa narsa. Ikkinchi notasida bo'ldi. Ikkinchi nota o'rta notasida misol apelsinmi nimadir kelyapti. Xo'p. Uchinchisida bo'ldi. Ba'zi nota mana bunaqa ekan. Bo'ldi, san mijoz 30-40% eshitdi-da, miyasida qoldi. Xohlamasa o'sha hidni sezadi. Ya'ni miyaga o'sha signal boradi. O'shanga maksimal shu emotsionalni tushuntirishni aytamiz biz xodimlarga. To'g'ri aytasiz. Endi juda ko'p muhokamaga internet tarmoqlarida juda ko'p muhokamaga keladi shu sotuvchi yoki sotuvchi konsultant farqi nimada? To'g'ri, bu oddiy sotuvchi bu sotadi, konsultant sizga tavsiya qiladi va aytib beradi. Har bitta mijoz ham eshikdan kirib kelgan mijoz, nima deydi? Bir xilgilari nima olishini bilib aniq keladi. Qaytib kelgan. O'zi eshitgan, yana o'sha iforni qayta sotib olmoqchi bo'ladi. Bir xilgilari kimdadir ham u iforni eshitganda va menga shunaqa, menga yoqdi, so'ragan edim. Misol uchun Bayredeni librasini bering deydi. Bir xilgilari keladida aniq bilmaydi. Hozirgi nimalaring yaxshilar bu? Mana shularga qanday, mana shu 3 xil podxodda kimdir ham aniq bir iforni har doim olib keladi. Kimdir ham eshitganda keladi va yana bir mijoz bu o'zi bilmaydi, kirib qoldi, menga bironta yaxshi ifor tavsiya qiling. 3 ta holatda qanday ishlanadi? Xo'p, klient bilaman deb kelgan klientga birinchi taklif qilib o'tkazamiz, divanga o'tirsa. Shu bergan iforni beriladi. Bo'ldi deb yoqsa, ketidan boshqa ifor ham taklif qilamiz. 10 xil, 15 xil emas. Unda endi davomiy qancha ishlatganini so'raymiz birinchida. Men siz bir xillar mana ko'pda erkaklarimizni Chanel Blue, Dior Sauvage shunga o'tirib olgan, ya'ni bo'ldi, bundan zo'r atir yo'q deb o'ylaydi. Yo'q, biz maksimalni aytamiz. Bu misol o'zingni mahsulotingni o'tkazish emas. Ya'ni bilish kerak edi. Yo'q, boshqa atirlar ham bor ekan, sepsa bo'lar ekan, undan-da yaxshi atirlar bor ekan degan fikr bo'lish kerak edi. O'shanga maksimalni birinchi mijoz aytganda beriladi.
qo'shimcha bo'lmasa ham bitta bloterimizga sep beramiz, bo'lmasam doimiy mijozimiz bo'lsa, shu 3000 litrda 2000 litrni qo'shib beraveramiz. Mana shu sepib ko'ring deb. Baribir qaytib kelishadi o'sha narsaga. Ya'ni bitta parfyum bilan yururmiz-ku. Odam sal o'zgarib, ya'ni faslga qarab sepish mumkin yoki uchrashuvga qarab, masalan uchun kechki payt sepadigan atirlar bor. Ya'ni odam o'ziga har xillik qilib qo'yish kerak. Bir xil yurish menimcha bu qiziq emas. Shu narsani maksimal tushuntirishga harakat qilamiz. Parfyumeriya olami ham bitta joyda turgani yo'q. Rivojlanib boryapti, yangicha. Albatta, mana bizda rejada hali o'zimizni parfyumimizni yaratish bor. Katta o'sha kechagina выставкаga borganda CPL zavodi, angliskiy zavod. Bu yerda ham o'sha Kristal Privizano degan parfyumer bilan gaplashdik, rasmlarga ham tushdik. O'z bizdan tanishadi u parfyumer. Ko'p muloqotda bo'lganmiz. O'sha bilan gaplashganda ham bir 10 xil parfyum, 10 xil hid yaratmoqchimiz, ya'ni xalqimizga bir yengillik bo'lsin deb. Hamma o'rgangan parfyum bor. Endi u parfyumer shu Badichiya degan atir bor, brend bor. Uni turli juda kuchli atirlari bor. O'zi eng kuchli, eng qimmat parfyumerlardan hisoblanadi. Undan ham kuchli parfyumerlar bor-ku, u ham qimmat, именно o'sha zavod qimmat parfyumer hisoblanadi. O'shanga ham aytdik biz, xudo xolisa, biz uchun ham parfyumlar o'ylab yaqin tez kunda bular ham balki shunaqa qilmoqchimiz, taqdimotni ham qilmoqchimiz, reja qildik. Shu yaratgandan keyin taqdimot qilib xalqimizga bildirmoqchimiz. Endi atirni bilmaydiganlar keladigan bo'lsak, 3 xil toifa degan aytdingiz-ku. Ularga ko'pincha og'ir atir emas. Oldin eshitgandan keyin ko'pincha yengil atir beriladi. O'sha fasliga qarab yengilroq atirlar beriladi. Shu ular ham o'z kayfiyatda yurish kerak. Men aytsangiz, ko'pda baribir ko'p erkaklarimiz o'zi yaxshi kuchli atir xohlasa ham ko'pda yumshoq atir sepadi. Nima aytsangiz, ayolimga yoqmay qoladi, ayolim kuchli atir yoqmaydi deb ayolning ko'ngliga qaraydi. O'shanga ko'pincha berganda o'sha ayoliga ham qo'shib bitta atir beramiz. Mana ayolingizga bering, ya'ni o'rgansin u ham debdi. Qo'shimchasiga misol yoki taklif qilamiz, bonusiga. Ya'ni ko'rsin. Endi shunaqa klientlar bo'lib qolsa, shunaqa deyiladi. Bu yerda qadriyatga aylanib qolganda, dastavka mana biz nima qilganmiz? Kimdir agar dastavka chiqarsa, dastavka qilganga qo'shimcha o'zimizning nomimizdan 3 ml hadiya atir beraveramiz. Bu ham bizdan ehtirom va o'rganish. Keyin bilasizmi qiziq bu nimada? Mijozimiz qanaqa atir deydi. Nomini ayting, nom yozilgan. Mana shu atirdan ham ketdi ham o'sha atir, ya'ni xarid qiladi yana. O'shanga odamlar bir xil atirga o'rganib qolganda, yo'q, ko'p kelinglar, eshitish kerak. Bilasizmi? Mana shunaqa narsaga atir ko'pchilik bilgan biladi, kayfiyatga juda qattiq ta'sir qiladi. Mana shu o'zingiz xohlagan atir sepib chiqib keting, boshqachada o'zgarasiz. Kayfiyatingiz, siz o'zgargandan keyin shu atrof muhitga, boshqaga ham boshqa ta'sir qiladi bu narsa. Oddiy qiziquvchanlik ham bunga yo'l ochib beradi. 400 taga yaqin ifor. Bu aqlga sig'maydigan darajada. Buni har birini ham o'rganib, har kuni kirib bittadan sepib o'rganaman desa ham ancha bir vaqt ketadi. To'g'ri. Buni mana o'rgatamiz ishchilarimizga, konsultantlarimizga dedingiz. Bu qancha vaqt oladi odatda? Mana hozirda bizda 19 ta filiali, 20-si yana ochilyapti. 19 ta filial 2 smena ishlaydi. Ba'zi bir filiallarimiz kechqurungi 12 gacha ishlaydi. Bu degani bir 50 tadan oshiq ya'ni xodimlar. Bu xodimlarni har biriga yangi parfyum kelganini tushuntirish, bularga o'rgatish, ya'ni shu holatda ushlab turish o'zi ham bir mashaqqat. Ya'ni bizda mijozni tilini topish qiyin-da. Mayli o'zi bilsa bilar, ya'ni mijozni tilini topish kerak, mijozni tilida gaplashish kerak. Misol uchun biz maksimal harakat qilamizki,
kelganda rus tilini, ko'p tilni bilsin. Chetga chiqqanimizda ham bizaga shunda o'sha olib qayerdansan deydi birinchi bergan savoli. Aytsa o'sha o'zbek tilini bilmasa rus tilida gapirishga harakat qiladi. Biladi biz rus tilida bilishimizni. O'shanga o'xshab biz ham harakat qilamizki, maksimal o'sha tilni bilinglar. Bilmaganlarga o'qitamiz, mana aytamiz. Sen o'qishni o'ylama. Eng kerakli o'qish ehtiyojing bo'lsa, xohlasang bo'ldi. Biz o'zimiz to'laymiz, o'qitamiz. Ya'ni biz xodimlarga investitsiya qilamiz. Qilmasa bo'lmaydi. Investitsiya qilganingizdan keyin endi bir xil aytadi, ana bo'ldi, olib boshqa ketib qoladi, endi men qilmayman investitsiya deydi. Biz maksimal harakat qilamiz, to'g'ri, riski bor, olib boshqa ketib qolish ehtiyoji bor. O'shanga maksimal suhbat jarayonida aytamizki, 1 yil, kamida 2 yil nima qilmoqchisan, plan rejasini so'raymiz. O'sha rejasini aytsa, rejasiga qarab shu ishga qabul qilamizda. Keyin shu atirlarni ham mana hozir 400 xil atir, haqiqatda ko'p. Hozir bu har bittasini o'rganib, har bittasini kun davomida mijozlarga taklif qilish o'zi emas. Mana bizda maksimal harakat qilamiz. Shu filiallarda kamida bittadan shunaqa xodim bo'lsin. Ba'zi filiallarda 3 ta, ba'zi filiallarda 4 tadan xodim ishlaydi. Ya'ni filialni kattaligiga qarab qo'yganmizda. Qaysi o'sha professionali bor. Bitta filial professionali bor. Nima aytsangiz, bir oyda 200 xil, 250 xil atir sotgan xodimlar bor edi, ya'ni turidan. 400 xilni sotish juda qiyin-da. Nima deydi? Eng kerakligi variantlar bor. Variantlar bor. O'sha narsani baribir bittada bo'lmaydi, o'rgatish kerak xodimlarga. Bilim darajasi, saviya darajasini bizda nima qilamiz? Hozir jipsli bo'lish uchun ko'pincha aytayotganimiz, davay team building qilinglar, yig'inglar bolalarni. Bir-biri bilan muloqot qilsanglar, bir-birini bilsa, aytadi, masalan, shaxsiy gruppalar qilganmiz, rahbarlar gruppasi qilganmiz, kollektiv gruppasi qilganmiz. O'tirmanglar, beringlar, sen qanaqa sotding? Hammasini o'zining rejasi bor, rejasi bo'yicha ishlaydi. Nimaga sen qanaqa bunaqa prodaja qilyapsan? Qiziqinglar, ya'ni robotga o'xshab ishlamanglar deyman. Ular bir-biriga raqobatchi emas, hamkor bo'lishi kerak. Filiallar. Albatta, hamkor bo'lmasa bo'lmaydi. Endi qiziquvchan bo'lgan yaxshi-da. Qancha qiziqsa, qancha o'zini ustida ishlasa, ko'ramizda, o'zini ustida ishlagan zo'r sotadi. Odamlarga zo'r taklif qiladi. Qancha taklif qilsa, u mijoz ham xursand, bu xodim ham xursand. Endi mana siz aytdingiz, ustoz shogird dedingiz-ku. Endi shunaqa an'anaga qarab ishlaymiz. Keladi yangi xodim, shunaqa. Uni shu o'rgatib, keyin bir ustozga biriktirib, o'shani nima deydi, praktikant sifatida ishlaydi. O'sha aytgan savolimda javob bo'lsa, yangi xodim oldingiz va uni bo'ldi, tayyor bo'ldi, ustozi mana bo'ldi, shogird tayyor bo'ldi, endi o'zing ishlasang bo'ladi degan jarayongacha qancha vaqt ketadi? Har bir xodimni tarbiyalab borib, tayyor bo'lding deguncha. 1 haftadan 1 oygacha. Bizni katta ehtimolda 1 oygacha yetib bormadi. O'sha boshida aytganimdek, nimadir biladiganroq xodim olamiz hozir, bo'lmasa bo'lmayapti. Cho'zilib ketyapti. Noldan emas, o'sha bazasi bor. Baza bo'lmasa bo'lmaydi. Hech bo'lmasa savdo sohasida bazasi bo'lishi kerak. Bizda o'sha 1 hafta bo'ladi, bo'lmaydi. O'sha 1 haftaning o'z ichida ma'lum bo'ladi. Biz jo'natganmiz ustozga. 1 haftada to'g'ri kelsa, bo'ldi, o'qitadi. To'g'ri kelmasa, o'sha tushuntiramiz, mana bunaqa ekan. O'zi ham bir xil men qiynalar ekanman deydi. Siz assortiment ko'pda, biz endi shart qo'yamiz, buni qilish kerak, buni qilish kerak. Endi hamma odam o'zining ishini mutaxassisi bo'lgan yaxshi-da. Chala bilganda ma'no yo'qda. O'sha o'rgangandan keyin, 1 oydan keyin, ya'ni bizda o'sha attestatsiya bo'ladi. O'sha attestatsiya bo'lgandan keyin, o'tgandan keyin o'sha ofitsialniy ishga qabul qilinadi. U jarayon keyin undan to'xtab qolmaydi. Unda ham baribir o'sha 1 haftada 1 marta biz rahbarlarni yig'amiz, rahbarlar uchun dars o'tamiz, rahbarlar uchun kamchilik bo'yicha ustida ishlaymiz. U lekin o'zining xodimlariga borib gapiradi. Xo'p, o'zim misol qiladigan bo'lsam, boshida bu proyektni o'ylaganimizda bizdan boshqa hech kim bilmaydi buni.
nima qilish kerak, qanaqa qilish, ketma-ketligi nima, qanaqa parfyum o'zi, nima sotamiz o'zi, shunga 37 xil, 40 xil parfyumimiz bo'lgan bo'lsa, hammasini endi biz o'zimiz bu jarayonni o'zimiz bilamiz-ku. Bilganimizcha sotganmiz. Endi biz mana shu 2017 dan 2022-yilgacha bo'lgan jarayonda biz endi ko'p выставkaga borardik, Yevropaga chiqqanda biz sotuvchilar bilan ko'p suhbat qilardik-da. Nima o'zi, nima men o'zim mijoz bo'lib so'rayverardim. O'sha ilmimizni olib birlamchi o'zimiz sotganmiz. Mijoz eshitganimizni olardik, yozib olardik-da, bir oy davomida yig'ilgan mavzu bo'yicha o'qib chiqardik o'zimiz. O'qib chiqib, o'sha yana aytsak, mijozga yaxshi ta'sir qilyapti bu. Sekin-sekin shu jarayon birinchi o'zimiz ustoz o'zimiz bo'lganmiz. O'sha qidirgan topadi deydi-ku, bir yaxshi harakat qilib topganimizda 2-3 ta yaxshi xodimlar chiqqanga unga maksimal o'rgatdik. Ular ham men o'zim bosh sohada bo'lganmiz, kasbimiz boshqa bo'lgandi. Olgan xodimimizning kasbi boshqa. Eng kerakli o'sha savdodan qiziqish bo'lsa. Savdodan praktikasi bor, atirga qiziqaman degan. Maksimal berdik, keyin u odam o'zini ustida ishladi. Shunaqa ishladiki, hozir mana undan boshqasiga bermaymiz. Ya'ni o'zini ishini mutaxassisi. Shu o'zi ustida ishlasa, ham bu narsaga yengil erishadi. Izlagan topadi deydi-yu. Hop, endi rivojlanib turgan joyda xatoliklar bo'ladi, kamchiliklar bo'ladi, konsultantlar kamchiligi bo'ladi. Bu inson omili. Bundan qochib qutulib bo'lmaydi hech qayerga. Ya'ni bu degani misol o'sha servis yaxshi ko'rsatolmagan bo'lishi mumkin, yaxshi atirlarni podbor qilib bera olmaganligi bo'lishi mumkin. Ya'ni nima demoqchimanki, buni orqasida baribir biz turibmiz, как asos sifatida biz javobgar bo'lamiz. O'shanga hozir mana bu yig'ilishimiz, mana shu qilib turgan podkastlarimiz ham aytib o'tmoqchimizki, bemalol misol bizga savollar, murojaat bo'ladigan bo'lsa, maksimal to'g'ri jarayonni yo'lga qo'yib yuborishga shu harakat qilamiz biz. Yana bitta misol mana yaqinda bo'ldi shu jihat. Bitta filialimizga mijoz kelgan. Shunaqa yozyaptilarki, bizning doimiy mijozimiz, bizani hurmat qiladi, bizani ya'ni bergan konsultantlarimizni ish yoqyapti, tanlab bergan iforlar yoqyapti, maza qilyapti. Bitta yozyaptiki, faqat deydi, shu divanlarni qarab qo'yinglar, o'zgartirib qo'yinglar degan jihati bilasizmi, shu o'tib ketdi-da. O'zi bu narsani ya'ni ketma-ketlikda kelyapti-ku, hozir rejada bor. Endi rivojlangan sari baribir odam kiradi, boshqa bo'ladi. Keyin o'sish jarayonida filiallar ochyapsizda, qanaqa kichkina narsa jihatdek ko'rinib, ko'zga e'tibor bermasligingiz mumkin-da bu narsaga. Biz shunaqa xodimlar qo'yganmizki, ya'ni kamchiliklarni yoz, hammasini baribir men ko'rmasligim mumkin. O'sha kamchiliklarni yozganda kun tartibiga qo'yganmiz bu narsani. Yozyapti hamki, biz uni o'sha mebellarini, uni joylashuvlarini o'shancha yangi ko'rinishga olib chiqyaptik. Mana aytganlar ham bitta turtki bo'ldi, qolib ketmadi. Ularga ham endi o'zimizni so'rab yozib bordik va yangi divanlar, yangi ko'rinishdagi dizaynlarga hozir zakaz berib olganmiz. Yangi yilga yangi ko'rinishda chiqamiz nasib qilsa. Datumda shaxsan siz 5 yildan keyin qanaqa brend deb ko'ryapsiz? Misol ozgina rejalaringiz haqida va kelajakda datumda qanaqa transformatsiya kutilyapti? Mana shularni aytib o'tsangiz. O'zingiz 5 yildan keyin datumda yoki 5 yil, balki 10 yildan keyin qanday ko'ryapsiz? O'zi biznes sohasida bilsangiz, agar aytadi, ustozimiz aytgan, o'zing chopmasang rivojlanish bo'lmaydi deydi. Baribir yangilik chiqadi, eski tipda qolib ketsang, qolib ketasan yoki aytganingizdek transformatsiya qilishimiz kerak, o'zgartirishimiz kerak. Va biznes eskaradi-da. Qanaqadir yangilik qilmasangiz zerikarli bo'ladi. Albatta bizning vazifamiz faqat mana shu xodimlarning emotsional anaqalariga qarab, ya'ni mana bu muomala madaniyatiga qarab, boshqa xil, undan tashqari, ya'ni atirlarning sifatiga qarab, undan tashqari bizning asosiy vazifamiz shu strategiya, ya'ni 2 yillik, 3 yillik bizani bosma-bos o'sishimiz ko'rib chiqamiz. Mana
o'sha o'zimni sherigim bilan birga. Ya'ni hozirda mana ko'p bizdan so'raydigan narsa o'sha franshiza so'rashadi. Beraylik franshiza deb. Hozir biza shuni qilish jarayonidamiz. Hozir boshlang'ich boshlandi. Ya'ni o'sha paket qilyapmiz. Nasib qilsa shu franshiza ko'rinishida ham berishimiz mumkin. Bu jarayon ketyapti. Yana aytib o'tishimiz mumkinki, hozir hal aytib o'tdik, sal filialni ko'rinishini, sal ichlarini o'zgartirmoqchimiz, zerikarli bo'lib qolgan bo'lsa, bu ham baribir mijozlardan kelib tushgan talab, keyin o'zimiz ham baribir qanaqadir muddatdan keyin rebranding qilmasangiz, ko'rinish va odamlik vizual o'zgarmasa bo'lmaydi. O'sha 2027dadir baribir bizda o'sha rebranding rejalarimiz bor. Hozirda yana shu qadoqlar ko'rinishini o'zgartirmoqchimiz, mijozlarga yana ham qulay bo'lish uchun tez orada ko'rishadi. Xo'p, yana hozir O'zbekistonda menimcha hali endi qo'llash boshlashyapti. Bu bilasiz-ku, bu anaqa emas, yashiradigan joyi yo'q. Amerikada chiqqan narsa Rossiyaga o'tadi, Rossiyaga chiqib o'sha reallashgandan keyin O'rta Osiyoda bizga o'tadi. O'rta Osiyoda menimcha O'zbekiston birinchi bo'lib qiladi bu narsani. O'shaning uchun hozir podpiska yo'nalishini boshlaganmiz. Obuna, ya'ni obuna yo'nalishi boshlaganmiz. Tez kunda bu ham chiqadi. Ya'ni bu nima beradi desa, asosan bu vaqt, insonning vaqtini tejaydi. Hozir eng qadrli narsa vaqt bizda. Bizani doimiy mijozlarimiz bor. Ya'ni bizga ishonadigan mijozlarimiz bor. Ishonadigan mijozlarimiz kelib, parfyum sotib olib o'tirmaydi. Ya'ni 3 oylik, 6 oylik, 1 yillik, 9 oylik obuna bo'ladi. Bu obuna bo'lganga yarasha o'zini shartlari, qulayliklari bor. Ya'ni uyda turib, ya'ni har oy o'zligi o'sha obuna uchun olgan parfyumligini oyma-oy olib turishadi. Ya'ni yengilliklar bilan olib turishadi. Yangi parfyum kelsa birinchi bo'lib ular yengan obrazets ko'rinishda olishadi, namuna ko'rinishda olishadi. Ancha qulayligi bo'lyapti. Ya'ni parfyum uchun magazinga borishim kerak degan bir olib tashlab yengillik qilyapmiz. Nasib qilsa bu ishga tushib qoladi. Bu ham shu yil oxiriga mo'ljallayapmiz, balki yengilni boshida qo'yarmiz. Endi shaxsan o'zingiz haqingizda va shu Datum parfyum bilan birga bir maketin endi siz ham o'zgarib borgansiz. O'ylaymanki, siz o'zingiz hali qilmagan narsangizni boshidan o'zingiz boshlab parfyumeriya bilan shug'ullanmagansiz. Endi savolim shaxsan o'zingiz Datum parfyum asoschisi sifatida brendingiz haqida emas. Siz qanaqa challenge'larga, qanaqa mashaqqatlarga to'g'ri keldingiz? O'zingizda qaysi jihatlaringizni o'zgartirishga to'g'ri keldi? Qanaqa qiyinchiliklar bilan siz qaysi qiyinchiliklarni qarshiladingiz va uddaladingiz, balki uddalamadingiz? Xo'p, bilasizmi, o'zi yangi loyiha boshidan o'zi qiyin bo'ladi. Ya'ni savol tug'iladi. Qila olamanmi, bo'ladimi, yo'qmi? Shunaqa narsa ekan, agar qila olamanmi, bo'ladimi, yo'qmi desangiz, uje menimcha bu loyihani yaxshi bo'lib ketishiga ehtimol kam. Avvalambor o'zingizda ishonch hosil bo'lishi kerak. To'ppa-to'g'ri. Biz shunaqa qildikki, birinchi o'zimiz ishondik. Bilganmiz yaxshi bo'lib ketishini. Tavakkal qilib, biznes plan qilib, bu sohani bir 4 yil, 3,5 yil, 4 yil yurdikda biznesni reallashtirish uchun. O'zi g'oya qanday tug'ildi? Agar shundan boshlasak. Xo'p, g'oya o'zi umuman boshqa sohada ishlardik biz. O'zi aytamiz-ku, do'stlikka qurilgan bu deb. Mening do'stim Habibullo, sherigim, ikkinchi asoschimiz. Asosan endi litso men chiqaman ko'pda. Endi vazifalarni bo'lib olganmiz-da. Strategiya biza meniki xodimlar ishlashman bo'lsa, endi asosiy moliyaviy, hamnaqa jihatlari meni sherigimda. O'shanga maslahatlashamiz, lekin birimizga aralashmaymiz. Ya'ni hamma o'zini yo'nalishida ketadi. O'shanga maksimal
shunaqa qildiki, bu g'oya bitta sherigim, bitta ukaxonimizdan chiqqan. Taklif bergan, o'zi biz boshqa sohada ishlardik. Parallel ravishda olib bordik. Yoqib qoldi, ko'rdik. Shu jarayon yoqqandan keyin ichiga kirdik. Qancha ichiga kirgan sari shuncha qiziq bo'ladi. Unda parfyum faqat shu origin upakovkasi sotilardi. Boshqa narsa yo'q edi O'zbekistonda. Har nima rivojlanish, boshqa nima. Hozir endi bilgan qilyapti, bilmagan ham qilyapti. Hammani omadini bersin, yaxshi. Eplagan qilib. Endi o'shalar qiladimi, boshqalar ham kim qilsa ham zo'r qilaylikki, shu soha rivojlansin. Biz shuni tarafdorimizda. Shunaqa qilaylikki, shu sohani O'zbekistonda rivojlantirib tashlaylikki, ertaga chetdan odam kelganda, soha rivojlangan ekan, o'sha tiqilish qiyin bo'lsin. Bular ahil ekan. Men o'sha oldingi podkastda ham chaqiruvdimki, kelinglar, bir alyans qilaylik dedim, atirchilar dedim. Qilish kerak, nima uylanamiz? Yo, bir-birimizni cho'qilagandan yoki bir-birimizga yordam bersa, yo faqat pul topish. Bizda kelgan pul topish bo'lmagan asosiy maqsadimiz. Bir xil pul topish o'ylamasang qayerda biznesda yo'q. To'g'ri, biznes plan bor, reja bor, ketyapti, lekin maqsad pul topish bo'lmagan. Maqsad shu qanaqadir darajaga chiqib olish bo'lgan. Ya'ni parfyum sohasida sal noming ko'rinsin, ko'rsa, nima beryapsan, nima qo'yyapsan. Birinchi, ana maqsadimiz insonlarga xalqcha narx bo'lish kerak bo'lgan. Ikkinchisi, boshqacha ko'rinishda, udob, ya'ni qulayligi bo'lgan. Misol, hozir onlaynda продажа ko'payib ketdi. Ya'ni dostupniy bo'lsin degan. Hammaga qulay bo'lsin degan. Shu narsaga erishdik deb o'ylayman. To'g'ri, oson bo'lmadi. Oson bo'lmadi. Biz o'sha bozorni yaxshilab o'rgandik, boshqa qildik. Dizaynni shu birgalikda o'tirib chizdik, qanaqa bo'lishini boshqa qilsin dizaynerlarga berdik. Shu sababchi bitta ukaxonimiz bo'lib qoldi. U alohida o'zini ishini qildi, keyin bizga qolib, o'sha yana proyektni ustida ishlab shu jihatga yetdik. Endi yana qiyinchilik dedingiz, qiyinchilik shaxsan o'zingizda. Shaxsan o'zimdami? Shaxsan o'zimda bilmayman, bilasizmi? Agar kasb yoqib qolsa, kasb ichiga kirgandan keyin qiyinchilik sezmas ekansiz. Endi rivojlanishda moliyaviy qiyinchilikni aytmasa, ya'ni oldinga chopib ketib qolar ekansizda. Qani bo'lsa men rivojlantirib yuboraman, boshqa qilib yuboraman. Ustozimiz bilan maslahatlashib qilardi. Endi ustoz bo'lmasa bo'lmaydi. Ustozlarimiz aytardi, "Yo, shoshib ketma. Unda yurgandan orqaga qarab qo'y. Qayerga ketyapsan, qanaqa ketyapsan?" O'sha bilan keyin o'sha bilasizmi, asosan shu rejalar bor. Rejalab qilsangiz, ishingiz unumli bo'lar ekanda. Va asosiy qiyinchilikka to'xtagan joyi bu faqat mana shu xodimlar. Ya'ni men bilaman-da, xuddi menga osonda, nima ular qila olmayapti deysizda. Mana qilsa bo'ladi-ku, men bunaqa qilsang bo'ladi. Oson yo'li bor. Mensa u yoqdan ketyapsan. Mana men bunaqa qilgan deysiz. Yosh avlodda sekin tarbiyalashimiz kerak. Shu sohadagi o'rgatishimiz kerakmi? Bilmayman, shu ya'ni ko'p yoshlar shu osonroq pul topish yo'lini o'ylashadi, boshqa qilishadi, lekin mana anchadan ishlayotganlar bor. Sekin kelajak mana o'sgan sari, ya'ni aytaman, qancha o'sgan sari korxona rivojlanadi. Qancha o'sgan sari rivojlangandan keyin ya'ni отдел, ya'ni qo'shimcha bitta shtat ochiladi. Unga kimni qo'yasiz? Faqat o'zingiz yaqinlaringizni qo'yasiz-da, ko'chadan olib kelib qo'ymaysiz-ku. Bizda mana qancha kengayga bo'lsa, hamma kengayga qo'yganmiz, shu o'zimizni oddiy operator bo'lib, ya'ni продавец, konsultant bo'lib ishlagan xodimlarni qo'yganmiz. O'shanga asosiy qiyinchilik shu. Men boshqa qiyinchilikni xodimlarning kompetensiyasi, to есть kompetensiyasi desak, shu sohada endi rivojlanmagan soha bo'lgani uchun tajribaga ega, bir necha yillik tajribaga ega sotuvchi konsultantlar yo'qligi demoqchisizda. Shunaqa. Keyin bilasizmi, bizda achoq bo'lsa aytish kerak bu narsani. Shu servis juda ham o'xshagan. Shu maksimal servisga urg'u beryapmiz. To'g'ri, kamchiliklar bor, xatolar bor. Misol ko'rib eshitgan odam, unaqa emas-ku servis deyishi mumkin. Tag'in ham hali bizadilar u daraja servis olib ko'rmaganda, Yevropaga chiqsangiz bilasiz.
kirasiz, o'sha qimmat soat sotadigan joyga kirsangiz ham o'zingiz uchun individual harakat olsangiz olmasangiz ham. Biz o'shaning uchun maksimalniy, ya'ni servis berilaring, maksimalniy, ya'ni a'lo darajada xizmat ko'rsatlaring, mijoz olmasa ham. Mana olmay chiqib ketdi, bo'ldi, zo'r. Zato sendan emotsiya olib chiqib ketsa, bugun puli yo'qdir balki. Ertaga oladi baribir. Sendan emotsiya olsa, ertaga oladi. Pozitiv xotira qoladi. Pozitiv xotira qoladi baribir. O'sha maksimal emotsiya beringlar, maksimal sizlar mahsul atir o'sha nima ko'p xodimlarimizga aytamizki, sotrudniklarimizga, sizlar atir sotmalaring deymiz, sizlar emotsiya sotlaring. Bir piyla suv berlaring. Ber suv chanqab kelgandir, suvda chanqiydi, suvda kofe ber, hamma sharoit qo'yganmiz. O'tkazib qo'yib gaplash. O'tkazib qo'y, mijoz yurmasin. Bitta gaplashib, eshit oldin, obdon eshit. Eshitgandan keyin kutib ol. Xayrlash. Ya'ni hamma mehrga nima deydi? Mehrga zordi ko'pchilik baribir. Mehr kerakdi. O'sha mehr ko'rsatishga harakat qilamiz maksimal. Muomalada iliqlik. Albatta. Aytaman, mehr ko'rsatsangiz, u sizni mahsulotingizni shundoq ham oladi. Eng keragi o'sha yetkazib berish kerak, mehr berish kerak. Kutib ol, tabassum bilan kutib ol. Elementar shu tabassum bilan kutib olish yo'qda. Kulganga, kulib tursang, chehrasi chiroyli ekan deydi-da, qanaqadir bu уже emotsiya oladi undan. Siz bilan ko'proq muloqot qilishga harakat qiladi. O'shanga ko'proq gaplashinglar. Biz mijoz kirdim, gaplash, eshit. Dardi bordir. Shu dardiga qo'shilib chiqadi nima holat ekani. To'g'ri, chuqurlash kerak emas, o'zini anaqasida, doirasida gaplashsang yetadi. Ozgina anaqa hurmat ko'rsat, boshqa qil. O'sha maksimalniy biza shu emotsionalniy shu servisga kuch beryapmiz. To'g'ri, ish bor joyda xato bo'ladi. Hali aytgan inson omili bu. Yo'q narsani shakllantirish juda qiyin. Baribir oiladan boshlanadi-ku. Oiladan boshlanadi. Endi hamma har xil hozir yosh avlodlarni mana o'sha xuddi nazarimda yo'q bo'lib ketayotgandek tuyuladi-da. O'shanga maksimal endi o'zimiz qanaqa hissamizni qo'shaylik deb o'zi yana bitta proyekt qilganmiz, loyiha qilganmiz. Buni nasib qilsa reallashib olgandan keyin aytamiz, yengillikda. Пока коммерческий тайна, Shunaqa. To'g'ri. Mana yaqinda bir nimaga endi hozir esimga tushdi, yodimga keldi. Mebel tanlab bir magazinga kirdim. Taniqli magazin. Va mebellarga o'tirish mumkin emas deb yozib qo'yibdi. Ular mebel sotyapti, lekin u mebelni sinab ko'rib o'tirib ushlab ko'ra olmaysiz. Endi faraz qiling, atir do'konida kirasizda, sepish mumkin emas. Hozir shunaqa holatlar ham bo'ldi menimcha. Internetda bir yarim yil oldin bir qo'zg'aldi bunaqa mavzu. To'g'ri, bu sinab ko'rishdan tashqari bu sizga mijozga beradigan imkoniyat. Albatta. Mijoz menga shuni berdi, buni 20 xil hidlab ko'rsam 20 xilini berdi, 50 xil hidlab ko'rsa 50 xilini berdi. Mana shunaqa jihatlari mijozni ko'nglini oladi va o'zingizniki qiladi, to'g'ri. To'g'ri aytasiz. Bu shunaqa narsaki, nima sotayotganingizni agar siz mijoz bilmasa, bu nima deydi, vaqtingizni bekor o'tkazayotgan hisoblanasiz. Mana bizda atir emas, o'sha atirni o'sha emotsiya bilan sotib, siz keltirib o'tdingiz, to'g'ri. Divan haqiqatda o'tirish mumkin bo'lmasa, qanaqa bu yumshoqmi, yumshoqmas menga to'g'ri keladi, to'g'ri kelmaydimi, bilib bo'lmaydi, to'g'ri aytasiz. Xuddi shunaqa shu jihatni ko'rib o'zimizni ustimizda maksimal ishlab shu asosan birinchi o'ringa shu bizni mijozlarimizni qo'yamiz. Endi chet haqida agar gaplashsak, mana shu chetdan kelayotgan takliflar, misol uchun Qozog'istonmi nimami shu ochish, misol internet tarmoqlarni ko'rishadi, siz bir aytgandingiz, shu baribir ko'radi, tam Tojikistonmi nimami ko'rib turib, biz ham ochaylik deb
qiziqish bildiryapti va bizda hozir muzokaralar nima как переговорlar ketyapti degan ma'noda shuni ham aytaylik что masshtabni sal ko'rsataylik. Hop, hozirda yana bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Hali aytib o'tganimdek, hali franchiza temasini aytib o'tib ketdik, lekin biz mana shu sohani ochganimizdan keyin, adashmasam 6 oydan keyin tushishni boshladi. Ya'ni chet davlatlardan tushishni boshladi. Bizda filiallarni ko'paytirganimizdan keyin bir xil filiallarimizni mana bu turistlar yuradigan zonaga ochganmiz edi. Ular kirib hayratda qolib, nima ekan bu, rasmga olib, videoga tashlab, bir-biriga repost qilgandan keyin mana bizda Qozog'istondan chiqdi, Tojikistondan, ya'ni Afg'ondan chiqdi, Bangladesh chiqdi, Dubaydan chiqishdi, ya'ni shu yo'nalishimizni franchiza ko'rinishida sotinglar deb. Endi hozir mana biz 20 filialimizni ochayotgan bo'lsak, maksimal masshtablashyapmiz. Nima masshtablash desa, shu xalqimizga yaqinroq bo'laylik. Ya'ni chiqdimi, bo'ldi, eshiging tagida bor, oldi olyapti, ketyapti. Endi yana ham bu bilasizmi, menga eng qiziqqani nima? Sizni mahsulotingizni, sizni, ya'ni O'zbekiston mayli zo'r tushunadi, endi o'zi chet eldan qiziqish bildirish ekan. O'sha chet eldan qiziqish bildirasiz. Biz endi biz o'zimiz rivojlanyotgandik-da. Biz aniq javob ayta olmadik ularga ham. Keyin hozirgi kunda mana o'sha bizda kelishuvlar, переговор jarayoni ketyapti. Nasib qilsa shu chet elga ham bizani nima deydi, shu Datum parfyumni franchiza ko'rinishida sotib qolish filiallariga ega bo'lishimiz mumkin. Ya'ni ham tezroq tarmoqlanish bo'ladi. Abdulaziz aka, endi suhbat yakunida o'z mijozlaringizga qanaqa va'da bera olasiz? Datum parfyumdan nima kutsak bo'ladi? Xo'p, Datum parfyumdan boshidan qulaylik olishgan, bundan keyin ham qulaylik va'da beramiz. Ya'ni hozir aytganimizdek, ikkita yengilligimiz bor. Bittasi anaqa podpiska obuna bo'lsa, keyingisi sal ko'rinishi, ya'ni podacha, ya'ni servisni sal kuchaytirmoqchimiz. Kelganda, ya'ni o'zligini uyligidek his qiladigan darajada qilmoqchimiz. Xudo xolasa barcha niyatlaringga erishinglar. Rahmat bugungi suhbatingizga. Sizga ham rahmat, sog' bo'linglar. Xudo xolasa qo'limizdan kelgan hamma xalqimiz uchun eng yaxshilarini qilamiz.